Inson skeleti bir-biri bilan tog'ay, pay va bo'g'imlar orqali o'zaro bog'langan suyaklardan tashkil topgan. Ular tanani mustahkam tutib turish, ichki a'zolarni himoya qilish va harakatlanish imkonini beradi. Butun umr davomida inson suyak to'qimalarida to'xtovsiz o'sish va yemirilish jarayoni yuz beradi. Bu jarayonni bir maromda ushlab turish, tayanch harakat tizimi salomatligini saqlash uchun ko'proq harakat qilish, yetarli darajada oqsil iste'mol qilish hamda ratsionga kollagen va boshqa maxsus qo'shimchalarni qo'shib borish lozim. Harakat bu hayot. Jamlanma tayanch harakat tizimini sog'lom saqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Demak, diqqat qiling. Suyak to'qimalarini qo'llab-quvvatlash kompleksi. Mustahkam suyaklar va sog'lom tishlar. Tarkibida yuqori minerallar, K2, D3 vitaminlari, shuningdek kalsiyning optimal dozasi mavjudligi suyak to'qimalaridagi moddalar yetishmovchiligini to'ldiradi. Ikki taraflama ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. Bo'g'im to'qimalarining yallig'lanishga qarshi kurashish va ularning shikastlangan yoki atrofiyaga uchragan tog'ay to'qimalarini qayta tiklash. Bu bo'g'imlarga harakatchanlik berib, og'riqni kamaytiradi, yemirilishni oldini oladi. D3K2 kompleksi. Suyak, tish va bo'g'imlarning salomatligi uchun muhim bo'lgan D2 va K2 vitaminlar kompleksi. Faol moddalarning bunday birikuvi kalsiy almashuvini ta'minlaydi, immunitetni mustahkamlashga yordam beradi. Suyak to'qimalarining zichligi va tomirlarning elastikligini oshiradi. Osteoporoz profilaktikasi hisoblanadi. Bular dori emas. Qo'llanishdan oldin albatta shifokoringiz bilan maslahatlashing.